9. bab. Allah yo'lida mal sarf qilishning fazilati to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kaseera vallohu yaqbidu va yabsutu va ilayhi turja'un." Kimki Allohga qarzi hasana berdigan, ya'ni Allohning yo'lida pul melni xo'shallik bilan sarf qildigan, Allah uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'p qaytirdi. Allah sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qildi, ba'zi kishilarning rizqini kam qildi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirsizlar. Allah Taala yana mundaq deydi: "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allahning yo'lida pul melni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 boshaq chiqargan, har boshqida 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga hasilab savob berdi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Xuraym ibn Fatik Asadi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Allah yo'lda bir qitim chiqim qilsa, u kishiga uning ajri 700 hassagacha ko'paytib berildi. Abu Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishiga chulik silingan bir to'gini ilib kelib, "Buni Allah yo'liga otdim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga, "Bu bir to'gining badaliga qiyomat kuni sana chulik silingan 700 to'gi berildi" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allah yo'lida qo'shlab sarf qilsa, u kishi jannatning eshiklaridan "Ey Allohning bandasi, bu eshik yaxshi" deb chaqirildi. Kimki namoz ahli bo'lsa, namoz eshikidan, jihad ahli bo'lsa, jihad eshikidan, sadiqa ahli bo'lsa, sadiqa eshikidan, roza ahli bo'lsa, Rayyan degan eshikdan chaqirildi, dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bir kishining birli eshikdan chaqirilishi shartmi? Acaba bir kishi u eshiklarning hammasidan chaqirilmamdi?" deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shundoq, men sening shularning qatoridan bo'lishingni umid qilaman" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allah yo'lida qo'shlab sarf qilsa, jannatning har bir xodimlari "Ey paloni, bu yoqqa kel" deb chaqirdi, dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bu haqiqatan zoya ketmaydigan va ziyonsiz chiqimkan" degaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men sening shularning qatoridan bo'lishingni umid qilaman" dedi. Ahnaf ibn Qays radhiyallohu anhu ning tag'isi Sa'sa ibn Muaviya radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhu ni izlab borsam, uyda yo'q ekan. Ondan u to'gini yetilgan yoki ahli bolalarni sug'urdigan bir tulumni to'giga ortgan holda oldimga uchrab qoldi. Men "Sen Abu Zar bo'lamsan" deb so'rasam, u "Kishilar meni shunday atishidi" dedi. Men uningga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan anglagan hadisdan birarni so'zlab bersang, umidki Allah Taala meni uning bilan manfaatlantirib qolsa dedim. U "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki Allah yo'lida qo'shlab mol sarf qilsa, jannat pardalari uningga ochildi" deganligini anglagan edim, dedi. Men "Qo'shlab mol deganning ma'nosi nima?" deb so'rasam, u "Otdan 2ni yoki to'gidan 2ni" deb javob berdi. Savban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bir kishining sarf qilgan dinarlardan ajri eng yuqori bo'ldig'ini o'z oilasiga sarf qilgani, Allah yo'lida ishiltish uchun atab qo'ygan
uloqqa sarf qilgani va Alloh yo'lidagi qarindoshlarga sarf qilgandir. Zuhri mundaq deydi: Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu Badrga qatnashgan kishilardan oyat qilganlarning har biriga 700 dinardan berilishni vasiyat qildi. Vasiyat qilinguvchilar bu pullarni oldi. Ular 100 kishi edi. Osman radhiyallohu anhu ham garchi xalifa bo'lsa-mu, o'z nisivisi 700 dinarni oldi. Chunki Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning meli halol va barakatli edi. Alloh taolo bandining nafiqasi az bo'lgan taqdirda ham qabul qildi. Nafiqa qilguvchining o'z nafiqasini oz va tuvan sanishi durust bo'lmaydi. Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Har qanday yaxshi amalni kichik sanama. Hattoki musulmon qarindoshlaringga ochiq chiroy bilan uchrashishingmi yaxshi amal hisoblanadi. Buning ma'nosi musulmon o'zidagi yaxshilikdan hech narsani kichik sanamasin. Garchi u yaxshilik oddiy yoki kichik bo'lsa-mu, Alloh taolo uning solih niyati sababli ko'paytib berdi. Mujohidlar amiri Uqba ibn Nafi Fahri Alloh yo'lidagi har qanday nafiqni oz bo'lsa-mu qabul qiladi. Agar biror ayol kichik o'ram yiptin birni Alloh yo'lidagi jihad uchun elib kelsa ham qabul qiladi. Agar biror kishi 1 dinarning 3dan birini Alloh yo'lidagi jihad uchun elib kelsa ham qabul qiladi. Bir qitim uningga Alloh seni bunchalik oz narsalardan behojat qilgan tursa, nima uchun uni olasan deyilgan edi. U men u nafiqa sababli Allohning uningga ajr berishini umid qilib olaman. Ondan biz u sadiqani o'z yinimizdan berimizda Alloh bizga ham ajr berdi, dedi. Alloh uningga rahmat qilsin. Uning aytgan so'zi rostdir. Alloh haqiqatan zarrachilik zulm qilmaydi. Agar sen yaxshilik qilgan bo'lsang, uni ko'paytib berdi. O'z dargohidan katta ajr ato qildi. Alloh yo'lida mol sarf qiluvchilarning qissalaridan biri yo'ldishi va o'z o'g'illarini Alloh yo'lida shahidlikka atagan, o'z mollarini Alloh yo'lida sarf qilgan, hatto chichini kesib, uni Alloh yo'lida sadaqa qilgan ayolning qissasidir. Bu qissani Ahmad ibn Javzi o'zining kitobida Abu Qudama Shamiydan naql qilib tafsili bayon qilgan. Qissaning qisqartirilmasi tuvandagidek. Abu Qudama Shami Alloh uningga o'z yo'ldagi jihadni suyimli ko'rsatgan kishi bo'lib, u Rumga qarshi nurg'un jihadlar qatnashgan edi. Bir kuni u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidida o'zining bir qism g'azatlaridan so'zlab berayotdi. So'rindikilar uningdan u qatnashgan jihadlar ichidagi eng ta'sirlik biror qissani so'zlab berishni talab qildi. Shuning bilan u o'z jihodi davomida amaliy yuz bergan ajoyib bir qissani so'zlashga boshladi. U Rumga qarshi jangga otlangan kunlarning birida jihadga keraklik to'gi setib olish uchun Furat daryosi tarafga joylashgan Riqqa shahriga kirdi. Mazkur shaharda uning oldiga bir ayol kelib, o'z chichini jihad uchun sadaqa qilish irodasini bildirdi-da, chichini kesib to'pig'iga meldi. Ondan Abu Qudamadan bu chashni mujohidlarning otlariga arg'amchi bo'lishi uchun qabul qilishni talab qildi. U ayol o'z yo'ldishi va bolalarining jihadga chiqib, Allohga shahidlik bilan uchrashganligini, uning endi faqat 15 yoshga kirgan bir o'g'ilning qolganligini, garchi uning yoshi kichik bo'lsa-mu, ammo u doim ro'zador, kechalari namozga turadigan, Qur'on yodlagan qori va yaxshi chavandoz ekanligini, shundaqla yosh yigitlarning ichida eng kelishgan va yaxshisi ekanligini aytdi. O'g'ilning hozir shahardan yiroq bir yerga chiqib ketganligini, qaytib kelgan hamon uning bilan jihadga vatib Alloh yo'liga beg'ishlaydiganligini, hamda Allohning o'g'liga ham shahodat ato qilishini umid qildiganligini bildirdi. Abu Qudama saqlagan bo'lsa-mu, u yigit kelmadi. Shuning bilan u o'z hamrohlari bilan Rumga qarshi jang qilish uchun Riqqadan yo'lga chiqdi. Ular bir qancha kun yo'l yurgandan keyin iliqi mujohid yigit ularga otliq yetishib oldi. U yigit Abu Qudamiga o'zini tunishtirib, o'zining hiliqa ayolning o'g'li ekanligini, uning otasi va qarindoshlari Allohga shahidlik bilan uchrashganligini, o'zining ham ularga o'xshash shahid bo'lish orzusining borligini aytdi. Abu Qudama yigitning beshining kichikligiga qarab uningdan ansirab,
uni qaytarib etishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin u yigit jihodga bila ilib chiqishini Abu Qudamadan o'tinib so'radi va o'zining otliq mahir chavandoz, usti margan, Qur'on yodlagan qori, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatiga olim ekanligini hamda dadasining izini besib shahid bo'lish orzusining borligini aytdi. Yigit yana onasining uning bilan qo'shishganda uning shahidlikka eris bo'lishini, kofirlarga orqasini qilib qochmasligini, o'z jinini Alloh uchun fido qilishini hamda uningdan shahodatga erishib, o'z otasi va qarindoshlari bilan birga bo'lishini talab qilganligini Abu Qudamaga aytib berdi. Abu Qudama bu yosh chavandoz yigitning so'zini anglab, nihoyat ta'sirlandi va uni birga ilib mangdi. Ular Rumning askari bazasiga yaqinlashgan chog'da kun petish vaqti bo'lgan edi. Mujohidlar ro'zdor bo'lib, bu yosh yigit ularning iftor tamoqini pishirib, ularning xizmatini qildi. Yigit uyquga ketganda Abu Qudama uningga qarab edi, u uxlab etib tuyuqsiz kuldi. Abu Qudama buningdan ajablandi va hamrohlarini chaqirib, uningga qaranglar, dedi. Yigit uyg'onganda Abu Qudama hamrohlari bilan uningdan uxlab etib kulganligining sababini so'radi. Yigit o'zini kuldirgan tushini ularga so'zlab berdi. U tushida o'zini yap-yeshil bir bog'da ko'rganligini, uning o'tirsida oltin kumushdan yasalgan bir qasrni ko'rganligini, uning pardalarining yengil yelpinib turganligini, qasrda yuzlari xuddi oydek qizlarning borligini, ular bu yigitni ko'rib, uni kutib olish uchun uning qishig'i tushganligini, yigit ulardan biriga qo'lini suzganda, ular "Aldirmang, siz Marziyaning erisiz. U hozir ovu qasrda" deganligini. Ondan u shu qasrga kirib, xuddi quyoshdek bir qizni ko'rganligini. Uning go'zalligi ko'zni qamashtiradigan bo'lib, u qizchaq uning kelganligini tabriklaganligini va uningga "Siz mening, men sizning" deganligini. Yigit uningga qo'lini shundoq sungan chog'da, qizchaq uningga "Aldirmang, ikkimiz ata peshin namozi vaqtida uchrashimiz. Xushbisharat iling" deganligini. Yigit buningdan xushal bo'lib kulganligini bayon qildi. Saharda ular Rumning askari bazasiga yetib bordi. Jang nihoyat shiddatli boshlandi. Rum qo'shinlari mujohidlarga hujum qilganda, chavandoz yigit mujohid qarindoshlari bilan ular tarafga shiddatli itilib berib, ulardan nurg'unlarni o'ldirdi. Jang nihoyat uzun davomlashdi. Ikki tarafdan nurg'un kishilar o'ldirildi. Lekin jang musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashdi. Abu Qudama chavandoz yigitni izlab, uning jismidan qon temib turgan holda uchratdi. Uning usti beshi to'pchang edi. U Abu Qudamaga o'zining ko'rgan tushining haqiqatan rost ekanligini, tushida ko'rgan hurning hozir beshi ustida uning ruhining chiqishini kutib turganligini aytdi. Hamda o'zining onasining vasiyatini o'rinlaganligini bildirish uchun uning qoniga bo'yalgan kiyimini onasiga yetkazib berishni Abu Qudamadan talab qildi. Ondan u ikki shahodat kalimasini aytib, ruhini Allohga shahodat bilan topshirdi. Mujohidlar uni o'z kiyim bilan kepanlab, o'z o'rniga dafn qildi. Abu Qudama Riqqa shahriga qaytib, yigitning xabarini onasiga yetkazish uchun uning uyining oldidan o'tayotganda, jangdan qaytayotganlardan o'zining mujohid akasini surishtirayotgan eshik oldidagi bir kichik qizni ko'rdi. Abu Qudama qizchaqdan onasi bilan ko'rishishga ruxsat so'radi. Onasi chiqib Abu Qudamani ko'rdi va uningga "Ey Abu Qudama, ta'ziya bildirib keldingmi yoki xush xabar elib keldingmi?" degan edi. Abu Qudama u ayolga "Ta'ziya degan nima, xush xabar degan nima?" dedi. U ayol "Agar o'g'lim sizlar bilan salomat qaytib kelgan bo'lsa, sen ta'ziya bildirib kelgan bo'lsan. Agar o'g'lim Alloh yo'lida shahid bo'lgan bo'lsa, sen xushbisharat ilib kelgan bo'lsan", dedi. Abu Qudama u ayolga "Xush xabar, Alloh hadiyangizni qabul qildi. O'g'lingiz shahid bo'lgan holda Allohning huzuriga ketdi", dedi. U ayol xushal bo'lib, "O'g'limni qiyomat kuni men uchun asqatadigan boylik, ya'ni shafoatchi qilib bergan Allohga hamd sanolar